Ustoz pishdimi hammasi? Hammasi. Qani? Nechta bo'ldi? 8 ta. Bismillahirrohmanirrohim. 8 ta. 12 ta, 15 ta. Nechta Davron aka? Jigar mana. Qiymani hammasi bor. Mana qiymalarni qarang. Otilmagan joydan. Nechta okajonim bu yoqda? Hozir? 6 sardelni qani 4 shundan sonra. 6 keling. Qarang o'zim olaman. Shunda aytolaman, qo'ygan nimani qarang. SSRskiy bo'ldi-yu. Jigar mana shuni uzatib olasiz. Men esa buni qolganidan sabr qilishga kelib qo'yganim. Bismillah. 20 ming so'm qiymamizda dastavka Saboy, Libu joyga yetkazib beramiz. Kelib maza qilib issiqligida o'z shashini bormi? Kelib maza qilib yeyishni tavsiya qilaman, chunki kelib yeysiz-ku, issiqqina potillagan joylariga yevoradigan joyi bo'ladi. Qani endi o'shaga chiqaveramiz. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta bo'ldi. O'rniga kelib yoqdi. 12 ta qiyma, 3 ta yoqsiz ham bor ekan. Jigar mana qarang. Yoqsiz joylari ketadi-yu. Ustiga. Bismillah. 2 3 12 ta qiyma, 3 dona yoqsiz jazimiz. Yoqsiz jazimizdan narxi 23 ming so'm. Mana shunaqa saboychiga solib beramiz. Xohlasiz nonlarga, tosterlarga bosib, hududlar qilib beramiz jigar. O'zi ham ketadi-yu mana piyozi. Sabr kafesiga kelsanglar, qo'y qilib, maza qilib, shashchini yeb ketasizlar jigarlar. Bu videoga bitta like bosingda, shashchini yaxshi ko'radigan do'stingiz uchun jo'natib yuboring. Aka mana